Assalomu alaykum, yaqin ukalar. Instagramga video qo'ygandim, elektromobillar to'g'risida ma'lumot berib borgandim. O'shanga aka BYD Chazor bilan Sonkulis to'g'risida, gibrid to'g'risida ma'lumot bering. Nozik taraflarini sanab o'tib keting aka deyishibdi. O'shanga bu ma'lumotimiz hozir gibridlar to'g'risida bo'ladi. Qanaqa nozik taraflari bor BYDlar. Birinchi o'chirda benzinni yaxshi benzin quyishinglarni maslahat beraman. 95 yaxshi benzin. Ikkinchisi yaxshi benzin quymaganda switch kuyadi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, bu switch kuygandan keyin egil klapan degan narsasi bor. Benzin bilan tokni ligirovka qilib yurg'izib beradigan narsasi, egil klapan. To'rtinchisiga keladigan bo'lsak, orqa amortizatori ham chempionga o'xshab bularniki tez brak anaqa bilan chiqyapti. Defekt bilan. Beshinchisiga keladigan bo'lsak, elektromobil yo Chazor bo'lsin, yo Sonkulis bo'lsin, konditsioner yoqilgan holatda zo'rlab haydasanglar, katta visoki batareykani ichida первый patronni otyapti. Mashina taqet ko'chada o'chyapti, keyin olib kelib ustaxonaga batareykani, первый patronni o'sha predahayitel desa bo'ladi, shu narsalar, o'sha predahayitelni alishtirib berishyapti. 6-siga keladigan bo'lsak, elektromobildan ko'ra gibrid mashinalarni qancha kam zaryad qilsanglar o'zingizga yaxshi. Chunki bu gibrid nomi bilan o'zi bilan ko'p zaryadga qilgan saringlar zaryadkada degradatsiya bo'lib ketadi. Ichidagi batareykani yo'nkisi tez tushishga sabab bo'ladi. Bu ma'lumotimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. BYD Avtomaster.